Keyingi ishimiz Redmi Note 9. Kamerasi o'rtada bo'ladi. Bu ekranning shlefi yirtilgan mashetadan. Mashetdan yirtilgan. Mana patentlar ko'rsatyapti, mana yirtilgan joyi. 4, 6, 7 ta. Bir tarafda 14 ta oyog'i yirtilgan hisoblanadi. Sen 300 ming ekran qo'ygandan uchi hozir arzimagan va sanab beramiz. Bitta bir raynavi shunda olamiz da, qilib kesamiz. Kesak, uning ichidan sim chiqadi. Sim chiqadi, simni bittasini deb qo'ysak. Hozir bormi? İçinden 10 tasını çıkar, 10 tasını bittasini olib. Epey mechiga ishlatamiz. Arzimagan pul evaziga 300 ming ekran qo'ygandan. Arzonga mana shunaqa ekranni vasdan aytsak, baholasa klientga qulay, biz ham uzoqdan ekran kelishini kutmaymiz. Kunlik savdoni kuniga yopamiz. Bunaqa Champion degan kley bor, koreyskiy. Ultrafiolet qatiydi. Ultrafiolet yordamida hozir qilgan ishimizni qatirib qo'yamiz. Ultrafiolet yordamida qatirsak, keyin zamkani ham bo'lmaydi, qilgan ishimiz turadi. Qilinishga 6 oy kafolat beramiz. Mana ultrafiolet hisoblanadi, shu ultrafioletda kleyimizni 5 minut ushlatirsak, ekzavatsiya zavodi qatiydi. Hop do'stlar, tekshirib ko'ramiz, mana hali perimetrga qilganimiz. Ekran zavrarlanadi va sanalgandi. Bu smartfonlarning yonida chekadagi pitnolari ko'p oftobda qolib ketganidan. Buni hozir 20 minglik qora stiklo qo'ysa, zashitning ular yo'qoladi. 300 mingga ekran almashtirgandan shu arzimagan pulga shlet va sanat qilsa bo'ladi. Nima xizmatlangiz bo'lsa, bemalol kelaverasiz.